Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan 100 kun onli challenge'imizni bugun 39-kunidamiz. Birodarlar, yugurib bo'lgandan keyin video joylayapman. Ya'ni ertalab saharda yugurib, undan keyin video joylayapti. Hozir kecham qolib ketyapmiz. Keyin boshqa tirnoqlar bo'lyapti kun davomida. Kitob o'qishga borish va boshqalar. Asosan ertalabda yugurib video olinyapti. Shuni aytib o'tmoqchi edim. Bugun sizlar bilan Abdurahmon As-Sumayt haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni Abdurahmon As-Sumayt degan quvvatli bir inson o'tgan. Deyarli bu insonga har kuni o'zim solishtirib turaman. 2013-yili vafot etgan. Bu inson haqida falastinlik yozuvchi Doktor Jihod Turboniyning Islom ummatining 100 nafar buyuk shaxs kitobida o'qigandim. Ya'ni Islom ummatining 100 nafar buyuk shaxsining 98-sida keladi. 99-sida Najmiddin Erbakan. U kitobda yoziladiki, bu inson Germaniyada o'qib keladi. Germaniyada o'qib kelib Janubiy Afrika tomonga yo'l oladi. Borib, u yerda islom ummatiga yordam beradi. Ya'ni borgan paytda Janubiy Afrikada shunday bir holat yuzaga kelgan bo'ladiki, tahorat olishni ham ancha unutib olishayotgan bo'ladi. Ya'ni noto'g'ri tahorat olishayotgan bo'lishadi ba'zilari. Ba'zilari imomlar ham deydi, suralarni to'g'ri o'qishni yodidan chiqarib borayotgan bo'ladi. Shu darajada bo'lib ketayotgan bo'ladi. Bu inson islom ummatiga juda katta yordam beradi, ya'ni Janubiy Afrikada. Hozir aytib o'tamiz. Umri davomida 4 ta xususiy universitet qurib, xalqqa ehson qilib topshirgan. 124 ta xususiy shifoxona qurdirib, xalqqa ehson qilib topshirgan. 860 dan ziyod xususiy maktab qurdirgan hamda xalqqa ehson qilib topshirgan. 15 mingga yaqin yetim doimiy ta'minotida bo'lgan, ya'ni ularni oziq-ovqat, kiyim-kechagi bilan ta'minlab turgan. 95 mingga yaqin talabani kontragini to'lab turgan doimiy. Bu insonni sharofati bilan 9,5 mingga yaqin quduq qazdirilgan, 5700 ta masjid qurdirilgan hamda 7 milliondan ziyod, adashmayotgan bo'lsam, Qur'oni Karim chop etilib, tarqatilgan, ehson qilib topshirilgan. Hamda bu insonning sharofati bilan 11 million inson islom dinini qabul qilgan deydi. Shu insonga har kuni o'zimizni solishtirib turamiz. Sizlarga ham ulashib qo'yaylik dedik. Umri davomida 35 milliard so'm ehson qilib topshirgan ekan. Bu inson boshlab bergan, boshqalar ham ancha yordamlashib to'planishgan. Asosan ayoli ham kuchli bo'lgandi. O'qigandik. Ya'ni Islom ummatining 100 nafar buyuk shaxs kitobini o'qib ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Shu kitobda batafsilroq yozilgan hamda yoritib berilgan. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.